5 ta ko'chamizda suv yo'q. Hamma qurbadan berib ketavergan. Mana 50 yil bo'lib kelgan. Mana bizim mahalla Cangaboy 1, Cangaboy 2, Cangaboy 3 aralığı 5 ta ko'chamizda suv yo'q. Mana tepada Cangaboy 1 ko'chasida to'lqin yomg'irda suvlarini qishda yig'adi, yozda suv bo'lmaydi. Bu aravada, nimada tashib ichadi. Qirqlari ariqdan ichadigan. Qachondan beri raisi bu holat? 40 yil bo'ldi. 40 yildan beri umuman ichimlik suvi yo'qmi? Qo'shib borganimga 40 yil bo'ldi-da. Mana shu mahalla. Umuman ichimlik suvi yo'qmi 40 yildan? Malga ham yo'q ekan, ne только ichimlik suv. 40 yildan beri tashib ichasizlar. 43 yildan beri. Qancha aholi? 26 ta xo'jaligimizda o'zi tepadi. Yo'q. 43 yil. Jami xonadon aholi soni. Jami 2198 ta aholi suv ichadigan 5 ta ko'chamiz, 413 ta xonadon. Umumiy son 2100 qancha? Imенно suv ichmaydigan hudud mana shu. O'zi qancha aholimiz? 4605 ta. 4000 Yarmi boshqa hududdan pitatsiya qiladi. Sizlar o'sha yerdan tashib ichasizlar? shu yerdan tashib ichadi. O'zbekistonda sizlarda liniya bormi shu 2100 aholida? Vodoprovod liniyalari bor. Tepalikda yo'q, Hozir pastda bo'lgan oldi, hozir suv chiqmay qoldi. Yarim tonna bormi? Buni okamni tortganmili liniya qilib? 2,5 tonna bochkamiz. Mana shu yomg'irning suvini kirga ishlatamiz, banyaga ishlatamiz. Kelinim kecha yangi kelin oldim, kulyapti. Yomg'irning suvida cho'milasizlarmi deydi. Kulyapti-da. Mana shu. Kerak bo'lsa ichamiz ham suv yo'q paytda. Tindirib. Tindirib. Mana bu og'rig'imizga endi suv keladi. Po'la огород ekishga kelganlardan keyin. O'shani Mametdan o'tkazib огородimiz keyin borib ekamiz. Ungacha ekish yo'q. Bitta bizda bor bochka. Yo'q, aniqdan turibdi-yu, ana umid ko'rinadimi bu yerda? Bu plasmas-ku, ana. Ha, plasmas. No, hammada bor ekanda, o'sha qanaqadir Topgan bochkalarni qo'ygan ekan. ha, shu hajm. Uyga kirsangiz bochkalarni ko'rsanglar, qo'rqib ketasizlar. Rossa bochka olamiz sotib. Hamma qurbadan berib ketavergan. Mana 50 yil bo'lib kelgan bizga. Aytganimiz hammasi befoyda. Endi sizlarga aytish hojati ham yo'q endi. Rahmat shunchalik hurmat qilib aholiga joninglar ochib ketdi. Bunga Xudodan qaytsin, rahmat bolam. 50 yildan beri hech qanaqa natija yo'q-da. Mana mahalla ham harakat qiladi, boshqa qilamiz, hech anaqa bo'lmaydi. Hokimlar keladi, va'da berib ketadi. Ammo endi mana shuncha kelibsizlar, hurmat qilib, rahmat, Xudodan qaytsin, duo qilamiz albatta bolam. Duo qilamiz. O'zimiz yilgi bolalar pul yig'ib maktabga suv chiqarib beramiz. Ha, nimadan? Skvajina. Bu hokim boshqa emas. Kachalga urg'izayapti. Ha. O'z xonadonlaringizda bo'lsa kerak kachalka. Kachalkadan suv qochmayaptimi? Kachalkada suv qochmadi. Uyda kachalka bor, lekin suv qochmadi. Yaxshi suv. Endi kachalkani suvi ichishga yaroqsiz. Yo'q, uni ichga bo'lmaydi-da, sho'r. Bolalar ichib qo'ymaydimi ish qilib? Endi Shunga maktabda kontrol bor, bet-qo'lni yuvish kerak bor, o'ynaydi boshqa. Medsanchasi bormi bu yerda o'zi? Vrachlar anaqasi bor. Oldin bo'lgan sayf davrida. Hozir yo'qmi? Hozir yo'q. Politsiya ham yo'q. Yo'q. Kashalgani Qayerga borasizlar kasal bo'lsangiz? Poliklinikamiz bor. Poliklinika bormi? Yo'lga qarashli. Nechta bog'cha, nechta maktab bor hozir mana shu 2001, ha? Bitta davlat bog'chasi bor, 3 ta shaxsiy. Shaxsiy bog'chalar ham bor. Ularda qanaqa suv masalan? Hamma shu kachalka. Hammasi kachalka. Mahallamizga filtr suv olib kelishadimi? pulda pul Bog'chalarda zapretda u suvni ishlatishmaydi, osh-ovqat ishlatishmaydi. Bilmaysizlar. Gidrogeologiya xulosasini olmasdan turib, ko'zi yopib turib, ish boshlab borib bo'lmaydi. Hammasi mablag'ga taqiladi, boshqa bo'ladi. Ishni boshlagandan keyin avvalambor yaxshi natijani ko'zlab turib ish boshlanadi. O'sha narsani xulosani olib turib, qanaqa reja qilamiz inshaalloh Ziyodiniki. Ha, hozir joyi borib ko'raylik. Rejani qilamiz, mutaxassislar bor, ularga lokatsiyasini tashlaymiz, shu gidrogeologiyasini o'rganamiz. Nasib bo'lgan bo'lsa, duo qilib turasizlar, Xudo xolisa, Alloh oson qilsin. Biz o'sha nima deydi, astoydil, xolis bir yordam qilgan kelganmiz. Davlat tashkiloti emas bizaniki.
o'sha homiylarimiz bor, boshqalar bor, ijtimoiy loyiha qilganmiz. Endi davlat tashkilotlari bular mana viloyat suv ta'minot, rayon suv ta'minot bular endi bizga yordam berishadi. Ya'ni yo'nalish endi bularniki bo'lgani uchun bularni yordamisiz biz qila olmaymiz bu narsani. Hamkorlikda birga nima qilamiz, lekin niyatimiz shu yordam berishga kelganmiz. Rahmat. Hozir yana o'sha kerakli ma'lumotlarni olamiz, qiziqadigan narsalarni o'rganamiz-da. Shunga qarab turib, keyin bir to'xtamga kelamiz. Bada bir liniyalar bog'cha maktablariga borganmi? Bor. Bog'chada yo'q. Bog'chada yo'q suv. Liniya o'tgan Suv yo'q. Liniya o'tgan. Liniya bor, suv yo'q. Hozir suv berilsa o'sha joylarga ham suv boradi. Agar o'tgan skvajina uradigan bo'lsa, liniyaga ulab qo'ysa, maktab, bog'chalar bo'ldi 100% suv boradi. Doktorxonamiz bor, u yoqqa ham oldin soy paytda borardi. Endi hozir skvajina qaziladigan joy aniq bormi? U yerda hozir joy bormi? O'sha beriladigan joy ertaga ish boshlangandan keyin xo'jayini chiqib olmaydi bu. Yo'q. Hozir paytda bizda hozir hujjat yo'qda, bunchaki bo'sh joy bor shu. Hokim o'zi Hokim kelib ruxsat bergan shu yerda. Hokimga rezervni o'zing ruxsat bergan. xat bilan chiqasizlar. Shuni xat bilan chiqamiz. Uni xat hujjatini hozir mana savlat tanislik kerak, u bola shug'ullanadi, qiladi xat hujjatini. Hozir ish boshlangandan keyin eng yomon narsada hamma narsa kelgandan keyin olib o'tdi, mani yerim deb qolsa, hozir egalar ko'p ko'ja. Endi u ham fermerimiz ham yaxshi ekan. 10-15 yildan beri mana shu yerda ishlayapti. Boshlasalar men o'zim ham yordam beraman deyapti. Mana shu yerni balansdan chiqarib beraman kerak bo'lsa deyapti. Xalq uchun. Endi bahorda sal jonlanib qolamiz. Nega? Shular nasos bilan dolasiga suv qo'ylasa, maniyaga, kirpurga shu qoriqdan kelib qoladi suv. Ular suvni nasosga o'chirsa, bo'ldi, aholi 500 metr, 1 kilometrga eshak olaman suv olishga to'g'ri keladi. Lekin rahmat fermerimizga. Mana shu maqolgacha yozda nasos o'chirmaydilar. Hozir sizlarga eng kattasi Ziyodiniki, men tushunishim bo'yicha bo'ladi, hozir skvajina qazib birinchi suv chiqarishdi. Hozir bularga meni fikrim bu suv chiqsa, liniya tortguncha ham o'sha yerdan olib bo'lsa ham ishlab turishadi bu skvajinada. Lekin baribir tortish kerak. Yo'q, liniya tortmasak bo'lmaydi. Tortish shuncha qilingan maza foydalanmasa birinchi katta bosqich ana skvajina qazilsa ham bularga eng katta yutuq demoqchiman-da, suv chiqib turibdi, toza suv. Skvajina suvi 70%, почти 80% oqolida liniya bor. bu liniya ham endi hozir 40 yil bo'ldi deyapsiz, suv yurmagan liniyalar chirib Lekin ketadi. qolganlarida yaqingacha suv boradi, ularni liniyasiga ulab qo'ysa suv boradi. Temirmi, plasmas? Plasmas bo'ladi, u yoqqa qo'yilgan. Plasmas bo'lsa. Plasmas qachon tortilgan? 5-6 yil bo'lib qoldi. Nimaga qaysi suvdan foydalanish uchun tortilgan? 2008-yillar приблизительно shunaqa. Neki Suv bo'lmagan bo'lsa 40 yil. uni oldin turib olaydi. Boshqa boradi, men suv chiqardi. Hozir shu yerda bir eski Alloh taolo bergan bir suv chiqib turadi. Suvlar. Momentda to'ladi. Namiga chiqadi. Shu yerda boshqa bo'ladi. Shuni bir Olmaliqdan kelib bir pachamiz maqolani kuyovi yordam qilib maqolaga tortib chiqazib berdi, nasos bo'ldi. Hozir bormi ishlayapti? Bu ham chiqmay qoldi suv. Bashnasi bor uni. Bashnasi yo'q, yer tagidan. Bashna yo'q. Shu buloq chiqayotgan o'zini liniyaga ulab qo'yilgan. Nasos qo'yib ularga. Nasos qo'yib ulangan. Elektrik. Hozir chiqmayapti endi. Hozir chiqmayapti. Mana bunaqa ko'k boshga mana. Ana ko'k boshga, parnikka ham tashiymiz suvni. Ana shuni 200 mingdan sotib olamiz o'sha boshkalarni. Bu parniga alohida bochka qilgansiz. Ha, parnikka. 200 litrli-ku. Mana bu bochka Buni ham 100 qo'llik uchkami bu? Ana baklashkamiz ko'ring, suv ichadigan baklashkamiz ana. Qani? Ana, uyib tashlaganman ana. 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 Ha, mana bu baklashkanami? Kim uyga borsam baklashka yig'ib keladi. Ha, bu ichimlik suv uchun bu. Ichimlik suv. Ha, 10 litrdan saqlab. Nima To'ytepaga yaqin Chaldarol degan mahallada bitta joyda suv chiqadi. Mashinamizda olib kelamiz. Uyda chunki 75 ta cholimiz bor-da, icholmaydi boshqa suvlarni. Sho'r suvni icholmaydi. Tushunarli. Shu yoqdan olib kelamiz mana. Ha. Mana огород endi suv kelgancha yekmaymiz. Ko'chib borganimizda 32 yilda oshib ketdi. Hali suv tashib ishamiz, eshak arava buzilib qolsa yana suvsiz ham qolib ketamiz. Qo'ni qo'shnidan suv so'rab chiqamiz. Nima qilamiz? Suv berib turdi. Yomg'ir yog'sa Xudo berib bo'ladi. Shuncha qiynalyapmiz. Xudo xolasa sizlarga ham baraka bersin, sizlarga ham tanjoningiz sog' bo'lsin. Alloh tursanglar, Alloh oson qilsin. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Endi suv sotib ham keladi. Biz endi oylikda yashaymiz. Suv sotib ham olmay qolamiz bu paytda. Necha puldan sotishyapti? Baklashga 10 litr 2 ming. Damasda olib kelib tarqatishadi. Aytgan kuni keladi. Gazel. Gazelda.
Sotib olgan suv nima bo'ladi? Qaysi suv keladi? O'tkaga keladi. Xususiy Ha, shaxsiy o'zi. Shaxsiy. Bolalar shunaqa aniqlab, bochka qo'yib olgan orqasiga olib O'z ketadi. rayonda bormi vodovoz? Zo'rab shonda bor. Yo'q, vodovoz yo'q, ular xususiy o'zlari olib kelishadi. Jang'abay mahalla fuqarolik yig'ini 2200 aholi 80 nechinchi yildan beri ichimlik suvidan muammo ekan. Ko'pchilik o'zini xonadoniga kachalka qo'yib olgan, 20 nechidir metrda chiqar ekan. Sho'r suv. Ichimligi yaroqsiz. Shuning uchun hozir mana biz yer tanlagani keldik. Mana bu yerda fermer xo'jaligiga tegishli yer bor ekan. U fermer rozi bo'lgan ekan, shu bizga ajratyapti, shu yerda nechidir sutigini o'rab turib, xudo xolisa mana shu yerda skvajina qilish niyatidamiz. Va boshqa yana tashkiliy masalalar bor. 1,5 kilometr hozir liniyaga olib borib ulash kerak, yana mahallalarning ichiga liniya tortish kerak. Ularni mana hozir mahallalik raislari bilan, aktivlar bilan gaplashyapmiz. Hokimiyat va suv ta'minot bilan birga hal qiladigan bo'lishdi. Liniyalar bo'yicha ham bu yog'iga ishlashga harakat qilamiz. Va inshaalloh shu loyihamizni ham boshlab oxiriga yetkazib olish umididamiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Hozir bu yerga skvajina qilinsa bizga bashni kerak bo'ladi. Liniya tortish kerak. Masalan, hozir liniya qayerga kelib to'xtagan bu yerda? Hozir qayerga to'xtagan joyi bor. Ikkita chorrahaga keldik-ku, chapga yo'l ketgan, o'sha yergacha kelgan. Necha metr hozir yerdan taxminan o'sha yergacha? 1,5 kilometrlar borda. 1,5 kilometr. Hozir liniyaga ulanib olinish uchun o'zi 1,5 kilometr. 1,5 kilometr bor. Olib borishimiz kerak. Olib borishimiz kerak. Undan tashqari bizga bashni kerak. Agar bashniya bor, menda bitta Sholikor degan mahallamda obod qishloq bo'yicha bitta bashna qo'yilgan, open budjet yutib olgan. Bitta bashna turibdi. Yengimi? Yangi bashna. Yangi bashna. Agar o'shani olib kelish aniq qilsak, Sizlarning balansingiz. Bizani balansimizda turibdi. Uni olib kelib o'rnatamiz agar bu yerga. Agar aniq qilsak, bu yerga ham pecheta ma'qul bo'ladi agar. Bu yerga ham pecheta qo'ysak bo'ladi. Pecheta qo'ysa ham. Hozir mendachi o'sha bashniya bor joylarimga hozir pecheta qo'yamiz. Pecheta juda qulay bo'lib qoldi. Avariyalar juda kam bo'ladi. Elektr energiyasini ekonom qiladi pecheta. O'shanga pecheta qo'ysak ham bo'ladi. Hozir men rais bilan gaplashsam, bu mahallasida vodokanalda ishlagan ustalar bor-da, o'sha payka qiladigan ustalar bor. Mahallada 3-4 ta ekskavator bor deyapti. O'zimiz ekskavatorchi o'zimiz yordam beramiz, kavlaymiz deyapti. Agar mana bu ekskavatorni boshlasak, bular ham o'sha ishni boshlaydi-da. Men hozir hokim bilan boshlaymiz dedi. Men hozir hokim bilan gaplashaman, turba masalasi bo'yicha. Turbani hal qiladigan bo'lsak, turba bo'lsa keyin hashar ekskavatorni, boya hasharchilarni o'zlari hal qilamiz deyapti. Men bugun olib borib hozir hokim bilan gaplashaman. Rais bilan ketaman, hokim yordam uchalamiz, borib hokim bilan gaplashamiz hozir. Hokimimiz juda ham bunaqa ishlarga zo'r yordam beradi, masala qilmaydi.